islomda sevgiga joy bormi deyish savol noto'g'ri. Muhabbat va sevgi islomning ichida turibdi o'zi aslida. Agar siz o'sha sunnatga muvofiq Rasulimiz alayhissalatu vassalamdagidek muhabbat qilyapman, qila olaman desangiz, mana bu muhabbat sizga muborak bo'lsin. Lekin muhabbat deganda hech kimning ko'ziga ko'rinmasdan nomahram bir joyda xilvatda ko'rishlik aytilmaydi. Muhabbat deganda ikkita yosh bir-biriga nikohi bo'lmagan kimsalarni xilvatlarda har xil bema'ni ishlarni qilishlik aytilmaydi. Muhabbat halollik bilan nikoh ustiga quriladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan aytilgan hadis 14 asrdan beri aytilib kelyapti. Uyalmasdan u zotdan so'radilar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, kimni sevasiz?" dedilar. "Oyishani" dedilar. Jufti halolini aytdilar. "Oyishani" dedilar. Undan keyin kimni sevasiz? Yana Oyisha